Bugun sizlar bilan juda ham oson tayyorlanadigan, даже mikser ham kerak bo'lmaydigan shokoladli biskvit tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi 6 ta tuxum, 400 gram shakar, 500 gram un, 2 чайный ложка разрыхлитель va 2 чайный ложка чайный soda kerak bo'ladi. 50 gram kakao, 200 gram eritilgan sariyog' va 400 gram issiqgina suv kerak bo'ladi. Birinchi navbatda miskaga biz unni solamiz, razrıhlitel bilan sodani solamiz, shakarni solib bir aralashtirib olamiz. Keyin tuxumlarni chaqib solamiz. Undan keyin maslani solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi issiq suvimizga kakaoni solib aralashtirib olamiz va uni ham massaga solib hammasini aralashtirib olamiz. Va tayyor bo'lgan massani ikkita, bittasi 16 va 18 sm diametrli qoliplarga solib 180 gradusga qizigan duxovkaga 30 minutga pishirib olamiz. Mana biskvitimiz ham pishib chiqdi. Bu biskvit universalniy bo'lib, bundan pirog, tortlar, har xil tortlar qilib ko'rishingiz mumkin.